ayolni urganga hozir jinoiy ish qo'zg'atilyapti, 02 qilyapti. To'g'rimi? Bu xotinlarga qo'l keldi-da bu. Lekin eri ruxsatsiz ko'chaga chiqib ketgan, eri ruxsatsiz shahar yurgan xotinlarga kim chora chiqaradi? Kim chora ko'radi ularga? Kim jinoiy ish qo'zg'aydi? Qani aytingchi? Eriga itoatsizlik qilgan, buyurganini qilmagan ayollarga kim chora ko'radi? Qarz ikki qo'ldan chiqadimi? Xo'p, xotinini urgan erkakka chora ko'rish kerak ekan. Qilsin. Itoatsiz xotinga ham chora ko'rsin. Bu bilan nimaga erishamiz? Xotinlarni boshimizga chiqaramiz. Hozir o'zi shkoldan chiqmasdan ham 02 qilib yuboryapti eri urganiga. Alloh taborak va taolo